Professional montaj yoki dahshatli montaj bu sizni barcha qobiliyatlaringizni o'sha bitta videoda ko'rsatib berish emas. Ular qilayotgan narsa bachkana bo'lib qolganini ko'pchilik bilmaydi. Misol tariqasida video montajni $250 ga qilib beradigan bo'lsam, albatta bozor shunga qarab harakatlanadi. Bozorga yaxshigina taklif bilan kirishinglar kerak. Sizni super montajist, sizni miyangizdagi portlatuvchi ideyalaringiz o'tda yordamga kelmaydi. Qahramonni berayotgan ma'lumotini chiroyli qilib video montajda tushuntirib berish video montajori vazifasi. Hamma joy Glov Rustamov buni Glov montaj qilgan yoki Glov siz montaj qildingizmi deb so'roq ostiga olishgan. Qachongacha telefonda hamma charchab ketgan oddiy video montajlar qilib, arzon narxda ularni sotmoqchisiz? Ogohlantirib o'taman. O'zbekiston tarixida nodan pro darajagacha bunaqangi sifatda arzon narxda tushuntirilgan video kursi sizlar topolmaysizlar. Hammaga assalomu alaykum. Promotionning onlayn o'quvchilari. Bugungi birinchi darsimizda o'zi professional montaj qanday qilib qilinadi va professional montaj qilishda qanaqa xatoliklarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Men o'zim shu kungacha boshimdan o'tkazib kechirganlarimni, o'rganganlarimni, bilimlarimni o'zim hech qanaqa kompyuter zapisiz sizlarga aytib bermoqchiman. Iltimos, meni gaplarimni yaxshilab eshitinglar. Bilaman, hozirgi gapirayotgan gaplarim sizlarga unchalik ham tushunarli bo'lmasligi mumkin. Birinchi o'rinda dahshatli montaj bu har bitta kontentni juda ham, ya'ni nereal darajada montaj qilib yuborish emas. Ya'ni bir xilla bor, men Instagramda ko'raman, montaj qilishadi, ya'ni professional montaj qilyapman deb o'ylashadi. Turli xil bu shaxsiy brend egalari yokida turli xil bizneslar, restoranlar uchun yokida qanaqadir o'quv markazlari uchun videolar qilyapman, professional montaj deb o'ylashadi, lekin aslida ular qilayotgan narsa bachkana bo'lib qolganini ko'pchilik bilmaydi. Ya'ni shunaqangi narsalar bor, imенно qaysidir yo'nalishda foydalanib bo'lmaydigan montaj yo'nalishlari bor, ya'ni stillari bor. Qaysidir yo'nalishda o'sha narsani foydalanish kerak bo'ladi. Lekin shunaqangi insonlar bor, что okey, viralmi? Mana bunaqa viral reelslarni har xil yo'nalishda tiqib tashlashadi, qo'pol qilib aytganda. Hamma joyda 3D tekstlar, hamma joyda chaqmoqlar, hamma joyda bir nimalar yo'q. Sizlar meni kursimni sotib oldinglarmi? Demak, bundan keyin mana shu narsalarni qanaqa qilib qilishni o'rganamiz. Ya'ni qaysi narsalar o'zi qayerda to'g'ri ishlatilinadi. Bu narsalarni batafsil ko'p chiqishimiz kerak. Ya'ni misol tariqasida viral stilni qaysidir joyda qo'llanish mumkin, lekin qaysidir joyda umuman qo'llab bo'lmaydi. Mana misol tariqasida hozirgi kunda to'g'ri, o'tgan yil 2024-yil yozdan sentyabr oylaridan keyin imенно viral sohasi juda ham ommalashib ketdi. Men buni oldin ingliz tilida ko'rardim. Ya'ni shu Amerikada yoki Buyuk Britaniyada, Fransiyada juda ham ko'p montajyorlar, motion dizaynerlar imенно viral yo'nalishida ijod qilishardi. Hozir ham qilishyapti, lekin ular anchagina rivojlanib ketib bo'ldi. Bizi ular endigina boshlagan o'sha takoy animatsion nimalar, nima desa bo'ladi, shape'lar, animatsion takoy kameralar bilan endi kirib kelyapti O'zbekistonga. Уже kirib ancha 2025-yil o'rtalarida yoki oxirlariga borib, bu ham уже O'zbekistonda aktualligini yo'qotadi. Ko'pchiligi уже bu narsa kerak emas bo'lib qoladi. Ya'ni bu narsadan odamlar уже zerikib minimalizmga o'tib ketishadi. Birinchi navbatda mana misol uchun meni kontentlarimni hozir kuzatayotgan bo'lsanglar, anchagina 3D kameradan yoki 3D tekstlardan qochgan holatda hozirgi kunda faqatgina minimalizmda ishlayapman. Bu narsa birinchi navbatda juda ham oson, har doim doimiy bo'lasiz va kontentning sifati har yili ham o'z aktualligini yo'qotmaydi. Ya'ni 2-3 yildan keyin ham minimalizm o'zini stiliga ega bo'ladi, ya'ni u eskirmaydi. Viral bo'lsa, bu narsa odamlarni baribir ham qachondir zeriktirishi mumkin. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, professional montaj yoki dahshatli montaj bu sizni barcha qobiliyatlaringizni o'sha bitta videoda ko'rsatib berish emas. Ya'ni siz biron bir videoni montaj qilayotganingizda o'zingizning montaj qobiliyatlaringizni ko'rsatib bergis keladi. Aytaylik, siz videoni montaj qilyapsiz. O'sha videoda aytilayotgan hamma narsani siz animatsiya bilan ko'rsatib berishingiz kerak bo'lyapti. Misol tariqasida videoda aytilayotgan barcha gaplarni subtitr ko'rinishida animatsiya qilib chiqyapsiz va har bitta kerak bo'lmagan joyga ham ikonkalarni aralashtirib tashlayapsiz. Bu albatta juda ham chiroyli ko'rinadi, lekin baribir ham video kontentning maqsadi odamlarga o'sha video kontentning ichida berilayotgan xabarni, mesajni to'g'ri yetkazib berish.
Ya'ni siz qanday qilib o'zingizni montajingiz orqali sizni ko'rayotgan zritelga to'g'ri yetkazib bera olsangiz, o'shandagina montajyor o'z ishini yaxshi bajargan bo'ladi. Ya'ni bu hech qanaqa super montaj yoki qanaqadir magiyalar haqida gap ketmayapti. Shunchaki siz videoda qahramon berayotgan mesajni montaj orqali uni ko'rayotgan zritelga to'g'ri yetkazib bera olishingiz kerak. Sut shunda, ya'ni boshqa narsa yo'q. Ikkinchi mavzu esa bu har bir odamning o'zini stili bo'lishi kerak. To'g'ri, bu gapni juda ham ko'p gapirganman. Birinchi potogimda ham, ikkinchi potog o'quvchilarimga ham, onlayn o'quvchilarimga ham, hali sizlarga ham juda ham ko'p bu haqida aytib beraman. Nima demoqchiman? Har bitta insonning o'zini stili bo'lishi kerak. Misol tariqasida men o'zimning stilimni sozdovat qilishga harakat qilaman. Har doim harakat qilib kelganman. Kelinglar bunga misol keltiramiz. Mana misol uchun mana bu profilga men video montaj qilib berganman va bu haqida hech kimga hech qayerda aytmaganman video montaj qilib bergan paytim. Ya'ni kommentariyani ko'rishingiz mumkin. Hamma joy Glov Rustamov buni Glov montaj qilgan yoki Glov siz montaj qildingizmi deb so'roq ostiga olishgan. Ya'ni bu qanaqasiga? Men o'zimni har doim ishlatadigan SFX-larimni ishlatganman. O'zimni ko'p joyda foydalangan VFX-larimni ishlatganman va o'sha o'zimni stilimda qiladigan narsalarimni shu videoda ishlatganligim uchun bu videoda auditoriya o'sha narsani tushungan va eslab qolgan. O'tiyminda stil qayerda bizga kerak bo'ladi. Mana misol tariqasida men agarda biror bir chet ellik video montajyor ishini ko'radigan bo'lsam, albatta o'qiganini bilaman. Chunki unda o'zbekchasiga aytganda pocherki bo'ladi, imzosi bo'ladi, что videoda qo'shib ketgan narsalari bo'ladi. Misol uchun, u foydalanadigan premium SFX-lari bo'ladi. O'sha narsani men eslayman, to'xtab tur. Bu videoda mana shu odam shu narsadan foydalangan, foydalanar edi. Ko'p videolarda foydalangan. Katta ehtimol bilan shu odam qilgan bo'lishi kerak degan narsa xayolimdan o'tadi. Sizlar ham xuddi shu narsani o'zingizda ko'rishingiz kerak. Ya'ni video montajyor bo'lmoqchimisizlar, video montaj yo'nalishida professional bo'lmoqchimisizlar, o'sha boshda o'zingizlar bilan kelishib olishingiz kerak. Mana, o'sha boshlamayapsizlar, o'sha bu sohada unchalik muvaffaqiyatga erishmagansizlar, keysinglar yo'q. Boshdan shu narsani o'zingizlarga plan qilib olinglar, что meni o'zimning stilim bo'ladi va ertaga meni auditoriyam imminni shu stilni orqasidan taniydi degan narsani sizlar o'zingizlarga qonun qoida qilib olishingiz kerak. Va aytib qo'ying, bu narsa albatta kelajakda 100% ishlaydi. Chunki bu meni boshimdan o'tdi. Va keyingi aytadigan gapim bo'lsa, bu sizlar o'zingizlarning qilayotgan ishingizdan portfolio yig'ishingiz kerak. Bu zarur. Mana misol tariqasida o'zimni keltirishimiz mumkin. Glov Rustamov sahifasiga kiradigan bo'lsanglar, o'tda hamma o'zimni qilgan ishlarim aktualliklarda saqlanib bo'lgan yoki o'zimni qiladigan ishlarimni reelslarga yoki postlarga qo'yib chiqqanman. Bu narsa sizga zakaz bermoqchi bo'lgan klientga juda ham osonlik qiladi. Ya'ni sizni qo'lingizdan nimalar kelishi, nima bo'yicha mutaxassisligingizni ko'rsatib beradigan yuzingiz hisoblanadi. O'shaning uchun video montajni boshlab olsizlarmi, qilayotgan ishinglarni, protsesslarni har bittasini storieslarga yoki reelslarga yoritib boringlar. Agarda bu sizlarga kerak bo'lsa, chunki ertaga agarda shaxsiy brendinglarni kattaroq masshtabda qurib olsanglar, albatta shaxsiy brendinglarning orqasidan ham o'zingizlar non topishinglar mumkin, ko'proq daromad qilishinglar mumkin. Keling, hozir shu haqida batafsil tushuntirib beraman. Shaxsiy brend o'zi biz uchun nima uchun kerak? Masalan, sizda shaxsiy brendingiz bor va sizga qaysidir mijoz zakaz bermoqchi. Siz o'zingizni shaxsiy brendingizni ko'rsatib bergan stilingiz yoki sizni o'zingizni auditoriyangiz, ya'ni keng masshtabdagi auditoriyangiz orqali siz o'zingizni narxingizni o'zingiz belgilashingiz mumkin va bozorda anchagina hurmatingiz baland bo'ladi. Ya'ni misol tariqasida siz oddiygina video montajyor emas, balki shaxsiy brendga ega ekspert video montajyor bo'lasiz, professional video montajyor bo'lasiz. O'shanda siz o'zingizni uslugalaringizni kompaniyalar uchun o'zingiz istagan narxda sota olasiz. Ya'ni bozorni narxini siz ham belgilab berishingiz mumkin. Misol tariqasida mana O'zbekiston media bozori deb oladigan bo'lsak, nechtadir sanoqli video montajyorlar bor. Ular belgilagan narxdan bozorni narxi belgilanadi. Misol tariqasida video montajni $250 ga qilib beradigan bo'lsam, albatta bozor shunga qarab harakatlanadi. Deylik, men video montajni narxini $50 yoki $100 ga tushirib yuboradigan bo'lsam, vaholanki bozor sinadi va ko'p klientlar menga kelishni boshlaydi va o'sha boshqa konkurentlarimdan klientlar qochadi, ishlar hammasi menga keladi. O'shaning uchun sizlar imminni bozorga yaxshigina taklif bilan kirishingiz kerak. Ya'ni hozir talab ko'p. Okey, mobilograflar bo'lishi mumkin, videograflar bo'lishi mumkin, montajyorlar bo'lishi mumkin.
Lekin albatta hammasi video montajga borib taqaladi. Post productionga borib taqaladi. Shunda video montaj sohasida ozgina bo'lsa ham obro' e'tiborga ega bo'lishinglar uchun sizlarga albatta shaxsiy brend yordam beradi. Va keling endi video montajdagi qonun qoidalar haqida gaplashamiz. Mana misol tariqasida hozir video montajyorlar ko'pincha Instagram uchun ishlashyapti. Ya'ni bu Reels bo'lishi mumkin, post bo'lishi mumkin, storieslar bo'lishi mumkin va shunga o'xshash narsalar. Xo'p, Instagramda bilamizki, ma'lum bir qonun qoidalar bor. Misol tariqasida biz Reels chiqarganimizda ko'rayotgan zritel bizani Reelsimizni maksimum tushunib olish kerak. Ya'ni videoni boshlayotganimdek, maksimum bitta ko'rganda tushunib olish kerak. Sizni super montajist, sizni miyangizdagi portlatib yuboruvchi ideyalaringiz o'tda yordamga kelmaydi. Qahramonni berayotgan ma'lumotini chiroyli qilib video montajda tushuntirib berish video montajyori vazifasi. Shuning uchun ma'lum bir qonun qoidalarga asoslangan holatda biz Reelslarni montaj qilishimiz mumkin. Instagramda o'zi qaysi qoidaga asoslanib Reelslarni montaj qilsak, u Reels ancha yaxshiroq va sifatliroq chiqadi. Kelinglar hozir shu haqida gaplashamiz. Bir boshdan boshlasak, bizga video montaj qilishimiz uchun ishodiklarni tashlab berishdi va biz uni Premiere Proga tashladik. Premiere Proda kerakli joylarni kesib chiqqanimizdan so'ng uni avtomatik tarzda After Effects'ga olib o'tishimiz kerak, chunki Premiere Proning imkoniyatlari anchagina cheklangan. After Effects'da biz ko'zlangan natijaga erishishimiz mumkin. Albatta, agar video montajdan tashqari video syomkani ham o'zingiz qilgan bo'lsangiz, bu yerda ham bir ikkita qonun qoidalar bor, ya'ni gapirayotgan qahramonimizning videoning kerakli qismida tananing kerakli qismi turishi kerak. Albatta, kerakli ishodniklarni skleyka qilib After Effects'ga olib o'tganimizdan keyin u yerda eng muhim proses boshlanadi. After Effects'ga o'tib olganimizdan keyin biz qiladigan ish rabochiy stolni o'zimizga kerakli qilib sozlab olishimiz zarur. Bu narsa bizning ishimizni samaradorligini ancha oshirib beradi va vaqtimiz tejalishiga yordam beradi. Hamma narsani kerakli joyga joylashtirib olganimizdan so'ng qonun qoidalarga to'xtalamiz. Ya'ni har bitta Reels'ni o'zini ramkalari bo'ladi va bu ramkalarni After Effects'ga yoqib qo'yishimiz zarur, ya'ni video montaj qilishimizdan oldin. Title Action Save degan mana bunaqa funksiya mavjud. Ushbu funksiyani yoqqaningizdan keyin videoingiz chetlarida ramkalar yonadi. O'sha ramkalar orqali siz videodagi tekstlar o'zi qayergacha yetib borish kerak yoki yetib bormasligi kerak bemalol aniqlab olishingiz mumkin va videoni o'rtasi, ya'ni anchor pointini ham shu orqali oson topaolsangiz bo'ladi. Va misol tariqasida ekspertning kontent montaj qilayotgan bo'lsangiz, kerakli subtitrlarni videoning kerakli qismiga joylashtirishni ham bilishimiz kerak. Ya'ni u agarda o'sha videoga target yoqilsa, subtitrlar xalaqit berib qolmasligi kerak. Yokida shu yondagi likelarga yoki pastdagi o'sha yozuvlarga, descriptionlarga xalaqit berib qolmasligi zarur. Va videoning kerakli qismlarini animatsiya qilib bo'lganimizdan so'ng endi navbat CFX'larga keladi va ko'pchilik xato qilishadi, что CFX'larni After Effects'ga qo'yib chiqishadi. Yo'q, bu juda ham qiyin va hech qachon tavsiya bermagan bo'lardim. After Effects'ga CFX'larni qiynalib qo'yib o'tirgandan ko'ra, Premiere Pro dasturida CFX'larni qo'yib chiqishlar anchagina oson bo'ladi va ishimiz tezroq bitadi. Albatta, CFX'lardan keyin videoga musiqa tanlashimiz kerak. Bu ham juda ham asosiy temalardan bittasi, ya'ni videoni kayfiyatini musiqa ochib beradi. Ko'rayotgan zritelga musiqa ham emotsiya berishi mumkin. Bu haqida ham keyingi onlayn darslarimizda batafsil to'xtalib, imminni qanaqa kontentda qanaqa musiqalardan foydalanishimiz kerak, bu haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tib ketaman. Musiqalarni tanlab, CFX'larimizni joylashtirib bo'lganimizdan keyin endi navbat nastroykalarga keladi, ya'ni ovoz nastroykalariga. Misol tariqasida gapirayotgan geroyimizni DPI qancha bo'lish kerak, CFX'larning DPI qancha bo'lish kerak, musiqalarning DPI qancha bo'lish kerak, ya'ni DPI bu balandlik. Bu narsalar haqida ham keyingi onlayn darslarimizda batafsil to'xtalamiz va sizlarga o'zimni bilimlarimni beraman va bemalol bu bilimlarni o'zingizlarning qotgan ishingizda yoki video montajlarda foydalanib, anchagina montaj darajalarini sifatini yuqori darajaga ko'tarishingiz mumkin. Ushbu promotion o'quv kursining keyingi onlayn darslarida biz Instagramga trendda chiqqan viral reelslarni, speed ramplarni va turli xil animatsiyalarni tayyorlashda 0 dan 100 gacha o'rganib o'tamiz. Ya'ni bu narsalarni endigina telefondan kompyuterga o'tgan odam ham tushuna oladi va ular ham o'zini darajasini shu video darsi orqali ko'tara olishadi. Qachongacha telefonda hamma charchab ketgan oddiy video montajlar qilib, arzon narxda ularni sotmoqchisiz? Ogohlantirib o'taman. O'zbekiston tarixida 0 dan pro darajagacha bunaqangi sifatda arzon narxda tushuntirilgan video kursi sizlar topa olmaysizlar. Va buni hamma sotib olib, o'rganishni xohlayman. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, video montajda yangi darajaga chiqish vaqti keldi.